Go'sht yemasangizmi, bularni cho'qim ko'p yeb bering. Turmushda nurg'un kishilar go'sht turidagi yemakliklarga haddidan ziyoda amroq keladi. Go'shtni bak ko'p yeyish salomatlikka ziyonli. Uning eng kichik ta'siri semizlikni keltirib chiqarish. Semizlik nurg'un kasalliklarning manbasi. Tumuz issiqda kutinishdimi, bak ko'p go'sht yemaslik lozim. Kutinish mutaxassislari ko'pchilikka bunday taklif berdi. Go'sht yemaslikka bo'ladi, lekin bu 6 xil purchoqni yemaslikka bo'lmaydi. Albatta, yoz faslida kutinishda mayliq go'shtlik yemakliklarni oz yeyishdan boshqa ba'zi yemakliklarni ko'p yeyishga bo'ladi. Faqat yemakliklarning yangi va ko'p xilligini ishga oshirsak bo'ladi. Mutaxassislar ko'p yeyishni tavsiya qilgan bu purchoqlar seriq purchoq, yeshil purchoq, qizil purchoq, qora purchoq, ko'k purchoqni o'z ichiga oladi. Seriq purchoq, tuklik purchoq. Seriq purchoq bizga nihoyatda tunishli yemaklik. Seriq purchoqni yeyish usuli nihoyatda ko'p. Masalan, purchoq suti, purchoq o'yitmasi qatorliqlar. Seriq purchoq yomini tamoqqa aralashtirib yeyishga bo'ladi. Seriq purchoqning yeshil kala suti degan chiroyli nomi bor. Tarkibida amino kislotasi va oqsil mol, uningdagi letsitid cho'ng minga texmi foydali. Shuning bilan bir vaqtda tarkibidagi to'yinmagan yog' kislotasi oshqozon uchayning hazm qilishi va sumirishiga texmi foydali. Tuklik purchoq dal texi quritilmagan seriq purchoqdir. Yeshil purchoq, ya'ni mash. Kishilar yoz faslida yeshil purchoq yeyishni texmi yaxshi ko'radi. Tumuz issiqdagi beoromliklarning oldini oladigan yeshil purchoq sho'rpisi bo'lmasa, yoz fasli mukammal bo'lmaydi. Yeshil purchoq sho'rpisi tamlik, uning uzuqlik qimmati to'van emas. Uningda o'xshashlar odam badaniga ehtiyojli bo'lgan amino kislotasi va oqsil mol bo'lib, oqsil miqdori 20% dan 24% kichayadi. Bu boshqa dalliq ziroatlarning 3 hassasidan yuqori. Uning kalsiy miqdori to'g'ri go'shtning 7 hassasiga to'g'ri keladi. Ammo diqqat qilishga tegishli shuki, yeshil purchoqning tabiiyati sovuq bo'lg'achqa, tal va oshqozoni zaiflashib, sovuqi eshib ketgan hamda ichi suradiganlar oz iste'mol qilishi lozim. Qizil purchoq. Yoz faslida qizil purchoq tilga elinsa, kishilar boshqa bir so'zni asalla esiga oladi. Ya'ni nurg'un kishilarni bezor qiladigan ho'llik. Kishilar qizil purchoqni ho'llikni haydaydigan xislatlik dori deb ataydi. Ko'pchilik balkim ho'llikning ig'irligiga munosabatlik ba'zi ziyonlarni oz-to'la bilib qolgan bo'lishi mumkin. Shundaqla badandagi nurg'un beoromliklarning ho'llikning eshib ketishi bilan munosabatlik ekanligini bilishi mumkin. Masalan, semizlik, tiligizi qilin bo'lish, og'zi ochiq bo'lish, eg'izi purash, mag'dursizlanish, chiroyi sarg'iyish qatorliqlar. Qora purchoq. Nurg'un kishilar qora purchoqning börekni quvvatlaydiganligini biladi. Darvaqa, qora purchoqning mo'l uzuqlik qimmatidan qaraganda, u yemaklik bilan davolashda muayyan rol o'ynaydi. Uning oksidlanishga qarshi turish unumi nihoyat yaxshi. Shuning bilan bir vaqtda qora purchoqning tarkibida yemaklik talosi mo'l bo'lib, oshqozon va uchayning lo'milishini ilgari surib, hazm qilish va sumirishga yordam berib, qavziyatning oldini oladi va uni pasaytiradi. Ko'k purchoq. Ma'lum ma'nodan qaraganda ko'k purchoq balkim yeshil purchoqdan bakrak yoz fasliga vakillik qilishi mumkin. Ba'zilar ko'k purchoqning chechaklashi yozning oxirlashganligini bildiradi deb qaraydi. Mushu bo'yicha aytganda ko'k purchoq yeyishni yozning boshlanishi desak bo'ladi. Hozirgi zamon uzuqlik tadqiqotidan bayqilishicha, ko'k purchoqni uzuqlik xazinasi deyishga bo'ladigan bo'lib, har 100 gram ko'k purchoqning tarkibida vitamin B1 ning miqdori 20,14 mg ga yetib, boshqa vitaminlarning miqdoridan xilala eshib ketgan. Vitamin A, C ning miqdori quruq purchoqninkidan ko'p yuqori bo'lib, tarkibidagi gibberellin va o'simlik o'yutquchi moddasi qatorliq moddalarning bakteriyaga qarshi turish, yallig'i qaytarish, modda almashishini kuchaytirish roli bor. Dori o'simliklar qomusida xotirlanishicha, ko'k purchoqning qora dog'ini yo'qotib, yuz terisini parqiratish roli bor ekan.